Assalomu alaykum futbol loyiha kanal kuzatuvchilari. Bugun bizda navbatdagi tahliliy video. Jahon chempionati saralash bahslari yakunlanib bormoqda. O'zbekiston terma jamoasi ham jahon chempionatiga yaqinlashmoqda. 7-turdagi Qirg'izistonga qarshi bahsni kanalimizda tahlil qilgandik. Bu rekord darajada ko'rildi. Bu safar esa 8-tur Eronga qarshi bahsni tahlil qildik. Sizlar bilan Kamina Farhod Turkunov. Demak, boshladik. Jahon chempionati 2026-yil AQShda bo'lib o'tishidan xabaringiz bor. Biz ushbu jahon chempionatiga har qachongidan yaqinmiz. Terma jamoamizni mundialdan 4 ochko ajratib turibdi. Jurnalist Qahramon Aslanov Katanes ketib, Kapadzening kelib mundialga olib chiqishi mumkinligini juda ajoyib tarzda maqola sifatida yozib chiqdilar. Srechko Katanes penalti ishlab jarohat olib maydonni tark etdi. Timur Kapadze esa ushbu penaltini amalga oshiradi. Dahshata. Eronga qarshi bahs biz uchun juda muhim edi. O'zi Eronga qarshi har qanday uchrashuv prinsipial bahsga aylanib ketadi. Ozodlikdan faqatgina bir marotaba g'alaba bilan qaytganmiz. Ushbu bahsdan ham jamoamiz kamida durang bilan qaytishi shart edi. Terma jamoamiz ham bu vazifani uddaladi. Jamoamizda uchrashuv oldi juda katta yo'qotish bor edi. Eronning Istiqlol klubi yetakchisi Jaloliddin Masharipov va Persepolisning eng qimmat futbolchisi Oston O'runov o'yinni o'tkazib yuborishi kerak edi. Birida jarohat, yana birida esa diskvalifikatsiya. Ya'ni Eronni yaxshi biladigan ikki vingerimiz bahsni o'tkazib yuborishi kerak edi. Qolaversa himoyadagi yetakchi futbolchimiz Husniddin Aliqulov ham ushbu yig'inni jarohat tufayli o'tkazib yubordi. Endi o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, Eronning ushbu uchrashuvga tanlagan tarkib sxemasi 4-2-3-1 edi. Bizniki esa odatiy bo'lib borayotgan 3-4-3. Masharipov o'rnini ushbu o'yinda Hojimat Erkinov egalladi. Ilk daqiqalardanoq Abbos Fayzullayev raqiblarini pressingda shoshirib qo'yishni boshladi. Asosiy sxemamiz 3-4-3 bo'lsa-da, vaziyatga qarab pressingda yoki himoyalanishda sxemalarimiz o'zgarib turdi. 5-3-2, 4-5-1, 4-4-2 kabi sxemalarni ham ko'rdik. O'yin davomida umumiy futbolchilarning eng ko'p qaysi pozitsiyalarda harakat qilganiga qarab sxemamizni 4-5-1 deb atasak ham bo'ladi. 3 markaziy himoyachi va Alijonov, tayanchda Odil va Otabek, Sayfiyev va Erkinov qanotlarda, Shomurodov hujum ortida, Fayzullayev esa markaziy hujumda. Fayzullayev ushbu bahsni ham juda yuqori darajada o'tkazdi. O'yindagi ilk xavfli hujumni ham o'zi boshlab berdi, lekin Erkinov to'pni Shomurodovga qoldirmoqchi bo'lganida himoyachilar uni zararsizlantirishdi. Eron o'z maydonidaligidan kelib chiqib tashabbusni o'z qo'liga oldi. Galinoy shogirdlari o'yinni nazorat qilishdi. Ilk zarba Azmun va Taremi tandemining faol o'ynash natijasida yuzaga keldi. Azmun devor uslubida to'pni Mehdidan qabul qilib zarba yo'llagan edi. Zarba biroz noaniq chiqdi. Ilk aniq zarba standartdan so'ng Eron vakillari tomonidan yo'llandi. Eron terma jamoasi sardori Alirizo Jahonbaxshning boshi bilan yo'llagan zarbasini O'tkir Yusupov qaytardi. Eronning zarbalariga biz ilk aniq zarbadayoq gol bilan javob berdik. Yusupovning oldinga bergan uzatmasini Shomurodov jamoamizga olib berdi. Har doim tanqid qilinadigan Sayfiyevdan ajoyib kross va Ufaning ushbu yig'inga chaqirilgan futbolchilarning ilk ro'yxatida ham bo'lmagan Erkinov gol kiritdi. Abbos markazga ochilib o'zi bilan ikki himoyachini olib qoldi. Natijada 4-raqamdagi Shoja Halilzoda bo'sh harakat qilib sherigiga ham xalaqit berdi. Erkinov birinchi safar to'pni Eldorga qoldirib kechirgan edi. Bu safar esa jazoladi. Goldan ruhlangan jamoamiz 18-daqiqada jarimadan uzatilgan to'pdan so'ng zarba yo'lladi. Alirizo Bayrinvanddan esa ajoyib seyf. Fayzullayev Alijonovni ham yaxshi nuqtaga chiqazgan edi, lekin Hoji Akbar to'pni to'xtatmasdan tepishga qaror qildi va zarbasi ancha noaniq chiqdi. Eron terma jamoasida juda ko'p bo'ydor futbolchilar bor. Mezbonlar ham aynan mana shu faktor orqali xavfli hujumlar tashkil qilaverdi. 3 markaziy himoyachimiz bo'lishiga qaramay, Azmun va Taremilar ko'pincha havodagi duellarni o'z foydalariga hal eta olishdi. Jarohat bilan ushbu o'yinni o'tkazib borayotgan Aliqulovning ham eng ustun jihati havodagi kurashlar edi. Husniddin Galatasaray hujumchisi Viktor Osimhenni ham yaxshi qo'riqlay olgan edi. Ushbu bahsda uning yo'qligi yaqqol sezildi. 26-daqiqada Galinoy shogirdlari
o'z ustunliklaridan foydalanib hujum tashkil qilishgan edi, lekin Yusupov yana bir bor jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. Navbatdagi golli vaziyat ham Eron vakillari tomonidan yuzaga keldi. Azmunning zarbasiga biroz aniqlik yetishmadi. Ofsayd yuzaga keltirishda Hojiakbar Alijonov xatolikka yo'l qo'ygan edi. Bo'lim so'ngida eronliklar yana 2 zarba yo'llashdi. Dastlab Mehdi Gayedi tomonidan yo'llangan zarba noaniq chiqqan bo'lsa, keyinroq Azmunning yo'llagan zarbasi ham noaniq chiqdi. Birinchi bo'lim terma jamoamizning ssenariysi ostida kechdi. Kapadze Kadanisning sxemalarini o'zgartirmagan holda ishlov berayotgani yaqqol ko'zga tashlandi. Ikkinchi bo'lim boshlandi. Abbosbek Fayzullayevning standartdan uzatgan to'plari juda ham xavfli chiqdi. Fayzullayev ushbu uchrashuvdagi terma jamoamizning asosiy playmaker edi. U 5 marotaba kalit uzatma amalga oshirdi, ya'ni sheriklarini zarba hududiga olib chiqdi. 49-daqiqada jarimadan uzatgan to'pidan so'ng terma jamoamiz gol kiritgan edi, lekin ofsayd tufayli gol inobatga olinmadi. Otabek Shukurov ofsaydda qolib ketgan edi. Hisoblanmagan goldan keyin jamoa uyg'onmasa bo'lmasligini tushunib yetdi. Mezbonlarning ushbu bahsdagi playmakeri Mehdi Gayedi edi. U ham Abbos kabi 5 ta kalit uzatma berdi. 51-daqiqada Mehdi juda to'g'ri pozitsiya tanladi va Hojiakbar Alijonov ham to'pni outdan noto'g'ri tashlashi natijasida to'p unga kelib tushdi. Mehdi chiroyli tarzda to'pni jarima maydoni ichida turgan Azmunga uzatdi. Sardor to'pni to'xtatib olib, Taremiy ochilishini kutdi. Bu paytda himoyachilarimiz na Azmunga qarshilik ko'rsatishdi, na Taremiyni yopishdi. Husanov ham pozitsiya tanlashda xatolikka yo'l qo'ygan edi. Natijada Azmunning uzatmasini Taremiy pushka zarba bilan darvozaga joyladi. Shukurov ham biroz bo'sh harakat qilganini ko'rishimiz mumkin. Bunday katta o'yinlarda mana shunday kichik epizodlar hal qiladi. Lekin vakillarimiz tezda o'yinga qayta olishdi. 53-daqiqada hamyurtlarimiz jarima zarbasi ishlashdi. Bu nuqtadan faqatgina uzatma amalga oshirgan holda gol kiritish mumkindek edi. Amalda ham shunday bo'ldi. Abbos jarima maydoni ichiga uzatma amalga oshirgan edi, lekin Azmun va Hardoniyning to'pni uzoqlashtira olmasliklari natijasida to'p aylanib darvozaga kirdi va gol Abbosbek Fayzullayev hisobiga yozildi. Goldan keyingi eronliklarning reaksiyasi ham ushbu golga haqiqiy bahoni beradi. Abbos terma jamoamizning ketma-ket 4-uchrashuvida ham golda ishtirok etmoqda. U 4 uchrashuvda 4 gol va 1 assistni o'z hisobiga yozdirib qo'ygan. Uning aqlli harakatlariga avvalgi tahliliy videoda ham to'xtalib, tezroq CSK'ni tark etib top 5 ga o'tishi kerakligini aytib o'tgan edik. Bugungi fikrimiz ham xuddi shunday. Uchrashuvdan keyin Galatasaray unga qisqayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Fayzullayev mavsum so'ngigacha CSK'da ham yuqori darajadagi o'yinlarni namoyish etib, termamizning 2 muhim bahsidan so'ng umid qilamizki, kamida top 5 ning o'rta meyoni jamoasiga o'tadi. Jahon chempionatiga chiqishimiz futbolchilarimiz uchun top 5 eshigini katta qilib ochib beradi. Husanov va Shomurodov yetarlicha millatimizni tanitib bo'lishdi. 61-daqiqada Erondan navbatdagi xavfli vaziyat. Bu safar markaziy himoyachilarimiz navbat xavfni bartaraf etishdi. Dastlab Ashurmatov, keyin esa Eshmurodov va so'ngida Husanov. Shomurodov ushbu bahsda aldamchi 9lik vazifasini bajardi. Futbolchimiz juda katta mehnat qildi. Havodagi va yerdagi kurashlarning barchasida faol qatnashdi. Ushbu bahsda Eldordan ko'p duelda qatnashgan futbolchi bo'lmadi. To'g'ri, eng ko'p g'alaba qozonmagan, lekin qatnashganini o'zi ham oxirigacha o'ynaganini ko'rsatib turibdi. Qolaversa, Shomurodov Shukurovdan keyin eng ko'p uzatma bergan futbolchi bo'ldi. Odatda jamoalarning markaziy hujumchilari eng kam uzatma amalga oshirishardi, lekin Eldor emas. 63-daqiqada uning yo'llagan chiroyli zarbasi noaniq chiqdi. 66-daqiqada Hojimat Erkinov o'rniga Ruslan Jiyanov maydonga tushdi. Erkinov o'ziga bildirilgan ishonchni to'liqligicha oqladi. Hojimat gol urishidan tashqari himoyaga ham ko'pincha Alijonovga yordam berdi. Pressingdagi harakatlari ham ajoyib edi. O'zi Timur Kapadzening jamoasida o'ynagan futbolchilarda pressingda muammo bo'lmaydi, chunki Kapadze har doim har qaysi jamoada yuqori pressingli futbol o'ynaydi. Amrobekov va Shukurov markazni yaxshi qo'riqlashdi. Ikki futbolchi bir-birini juda yaxshi to'ldirdi. 68-daqiqada aynan Amrobekovning
Abbosovning uzatmasidan so'ng boshlangan hujum xavfli ko'rinish oldi. Sayfiyev Abbosovni to'p bilan ta'minlagandi. Fayzullayev ham darhol Eldorga aniq uzatma amalga oshirdi, lekin to'pni oyog'iga to'g'rilab olishga Sardorimiz ulgurmadi. Fayzullayevning ikki futbolchi orasidan bergan uzatmasi juda chiroyli chiqqan edi. Markaziy himoyachilarimiz ushbu bahsda alohida harakatlarda biroz bo'sh o'ynashdi, lekin 3 markaziy himoyachi bo'lishganlari uchun bir-birlarining xatolarini to'g'rilay olishdi. 68-daqiqadagi Eronning hujumida Ishmurodov Taremini o'tkazib yubordi. So'nggi pallada Husanov bilan birgalikda borib, Umarbekning o'zi zarbaga blok qo'ya oldi. Eronliklar esa ikkinchi temp bilan hujumda davom etishdi. Mehdi Taremi jarima maydoni ichida sheriklariga aniq uzatma berdi. Bunda yarim himoyachilarimiz qarshilik ko'rsatishlari kerak edi. Ashurmatov ham havodagi kurashda azmunga yutqazib qo'ydi. Natijada Sardor aniq va xavfli zarba yo'lladi, lekin O'tkir Yusupov super seyf bilan golga imkon bermadi. Azmun to'xtamasdan ikkinchi zarbaga intildi. Dastlab Husanov unga qarshilik ko'rsatdi. Ashurmatov esa chiziqdan to'pni uzoqlashtirib, uning xatosi gol bilan yakunlanmasligini ta'minladi. 74-daqiqada vakillarimiz hisobni 3-1 ko'rinishiga ham keltirishi mumkin edi, lekin Fayzullayev vaziyatdan foydalana olmadi. Bo'ydor Alirizo Beyrinvand vaqtida chiqib kelib, zonalarni yopa oldi. Futbolchilarimiz ushbu hujumda ideal harakat qilishdi. Hujumni buzishdan tortib, hujumni boshlab davom ettirish barchasini xuddi kitobda yozilganidek bajarishgan edi, lekin so'nggi nuqtani qo'yishda biroz adashildi. Shukurov va Hamrobekov raqibning hujumini buzishdi. Odil to'pni Shomurodovga uzatdi. Eldor Shukurovga to'pni qoldirdi. Otabek Shomurodov ochilayotganini ko'rib, yo'nalishi tomon to'pni uzatdi. Sardorimiz Abbosni birga bir holatga olib chiqadi. Abbos ham ofsaydga tushmaslik uchun biroz sekinlashib olgan edi. Pressing natijasida Eronda ham xatolar kuzatildi. Hamrobekov navbatdagi xavfli hujumni boshlagandi. Abbos ham navbatdagi kalit uzatmasini chiroyli tarzda yetkazib bergan edi, lekin Sayfiyev zarba yo'llashga kech qoldi. Eron ikkinchi qavatdagi ustunligidan foydalanish uchun asosan krosslar bilan gol kiritishga harakat qildi. 78-daqiqada standartdan Gayedining uzatmasini Izzatullohi bosh bilan darvozaga kiritmoqchi bo'ldi. O'tkir Yusupov yana bir bor o'z o'rnida. Alijonov ham birinchi goldagi aybini yuvdi deb bemalol aytsak bo'ladi. Yusupov qaytargan to'p zarba kuchliligi bois darvozaga kirib ketishi mumkin edi, lekin Hojiakbar Alijonov to'g'ri joy tanlash orqali vaziyatni bartaraf eta oldi. Eron o'z muxlislar qarshisida jahon chempionatiga chiqqanini nishonlamoqchi edi. Shu tufayli bor e'tiborini hujumga qaratdi. Terma jamoamiz vakillari esa o'z imkoniyatini qarshi hujumda kutdi. Abbos va Eldor tandemiga ishongan holda. Fayzullayevdan to'pni olib qo'yish oson emas. Eronliklar uni 3 marotaba o'yin qoidasini buzgan holda to'xtatishdi. Eron baribir o'z maqsadiga erishdi. Ikkinchi qavatdagi ustunligidan foydalanib ketdi. Zaxiradan o'yinga qo'shilgan Ali G'olizodaning uzatmasini Eshmurodov uzoqlashtirgan edi, lekin to'p Kanoniyning qo'liga tegib qaytdi. Mehdi Taremi esa bunday vaziyatdan foydalanib dublni rasmiylashtirdi. Ushbu golni takror va takror ko'rib, VAR qanday qilib vaziyatga aralashmaganiga hayron qoldim. To'p Kanoniyning qo'liga tegmaganda gol bo'lmasdi. Agar qo'l tanaga yopishib turganda ham tushunsa bo'lardi. Faqat bitta faktor Eron foydasiga. Futbolchi atayin qo'l bilan o'ynamagani. Siz ham o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. 86 va 95 daqiqalarda Kapadze juda ko'p ter to'kib, qora vazifalarni bajargan va sari qolib, keyingi o'yinni o'tkazib yuborish xavfi bo'lgan ikki markaziy yarim himoyachimiz Shukurov va Hamrobekovni o'zgartirdi. Ularning o'rniga Bo'riyev va Mazgavoylar o'yinga qo'shildi. Abdurauf uchun bu termadagi debyut edi. Bo'riyev ancha oldinroq termadan chaqiruv olgan bo'lsa-da, u asosan zaxirada qoldirilgan. Kapadze boshchiligida esa u debyutini o'tkazdi va yomon taassurot qoldirmadi. Fayzullayev bu hisobga rozi emas edi. 94-daqiqada Abbos yana bir xavfli vaziyatni yaratdi. Ikki futbolchidan o'tib ketib yiqilib tushgan bo'lsa-da, o'rnidan turib uzatma berdi. Tajribali Alirizo esa yana bir bor jamoasini goldan qutqarib qoldi. Eronga qarshi bahs garchi g'alaba qozonishimiz mumkin bo'lsa-da, biz uchun kerakli hisobda yakunlandi. Muhimi mag'lubiyatga uchramaslik edi. Jahon chempionatini so'nggi turlarda hal qilamiz. Timur Kapadze omma uchun juda ochiq inson. U ushbu uchrashuvlar haqida o'z fikrlarini va o'z qarashlarini podkastlarda ham ma'lum qildi. Murabbiyimizning ushbu gaplari bizni
terma jamoaga ishonishimiz va jahon chempionatidan umid qilishimiz mumkinligini ko'rsatib beradi. O'yin qurish kerak. O'yinchilarni tashlab ular bir narsa hal qiladi, bu yaxshi narsa, lekin umuman komanda o'yin bo'lsa, o'shanda sistemli bo'lsa, har bir futbolchi tushib, u narsani tushunib harakat qila oladi. Ha, bunday murabbiylarni Yevropada ko'p ko'ramiz, lekin O'zbekistonda bunday murabbiylar juda kamyob. Timur Kapadze bizga uzoq kutilgan Olimpiada yo'llanmasini olib bergan edi. Endi navbat jahon chempionatiga. Shu bilan O'zbekiston terma jamoasiga bag'ishlangan tahliliy videolarimiz yoz oyigacha to'xtaydi. Ungacha esa Yevropa futboliga qaytamiz, lekin iyun oyini intizorlik bilan kutamiz. Sizlar bilan Kamina Farhod To'lqinov, Futbol loyiha kanali. Xayr, salomat bo'ling.